Imron ismining ma'nosi. Ushbu ism ma'nosi avvalambor arablarning Umron degan so'zidan qisqartma bo'lgan ism hisoblanadi. Ushbu go'zal ism Qur'onda zikr etilgan muborak ismlardan biridir. Oli Imron surasi, Imron oilasi surasi mavjud. Imron Maryam onasi, Muso payg'ambar otalari ismlari bilan bog'liq. Shu bois bu ism Qur'oniy va fazilatli ismlardan hisoblanadi. Ma'nosi esa barakali umr degan ma'noni anglatadi. Hayoti odob bilan bo'lsin, xonadoni ravnaq topgan kishi degan ma'noni anglatadi. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, Imron ismli tanishlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying.